إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Umuman yani birinchidan bilishlik kerakki, ilm bu din. Ilm bu din. Yani o'sha Muhammad ibn Sirin rahimahulloh aytadilarki, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Yani mana shu olayotgan ilming, yani qaysi nimada bo'lsa, yani islomga taalluqli ilm aqidada bo'ladi, fiqhda bo'ladi, axloq, odob, siyrat, suluk, manhaj, islomga taalluq bo'lgan narsalar, bular hammasi ilm. Mana shu din. Endi o'shanga o'sha diningni kimdan olyapsan, o'shanga qaragin. Fanzuru, ya'ni o'shanga qaranglar deb rahimahulloh nima nasihat qiladi o'z shogirdlariga, rahmatullohi alayh. Mana shu o'shanga bu nima o'sha, ya'ni ilmni, ya'ni u nima narsa emas, haq bo'lsa olaman, botil bo'lsa olmayman, bunaqangi narsa yo'q. Bizni masalan ulamolar, ya'ni anbiyolardan oladigan bo'lsak, ular birinchi bo'lib nima ustozni, o'sha sheyxni masalan bilishlik. Ki u sheyx kim o'zi aslan? Ya'ni o'sha ustoz, o'sha dars berayotgan masalan shu odam eki, mana shu ilm to'g'risida gapiryapti, o'shani masalan nima bilishlikki, o'sha odam masalan haqiqatda, ya'ni o'sha haq ahlaridan yoki ahlaridan emas. Mana shunga sura Kahfda qaraydigan bo'lsak, Musa alayhi salatu vassalam Xidr alayhi salatu vassalamning oldilariga kelganlarida nima aytadilar? Aytadilarki, Musa qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Ko'rdingizmi? Ya'ni Musa alayhi salatu vassalam o'shanga aytadilarki, men senga nima ittibo qilaman, ya'ni senga hal attabi'uka, ya'ni sendan ittibo qilishlik, ya'ni ittibo qilishlik, ya'ni sendan o'sha butun payro bo'lishlik, o'sha ya'ni yo'lingda bo'laman, sendan ilm olaman, sendan eshitaman, sendan olaman. Alam tuallimani, ya'ni nima menga nima qilasan, ya'ni nima o'rgatasan, nimani mimma ullimta rushda, o'zingga masalan nima o'rgatilgan narsa. Ko'rdingizmi? Ya'ni Musa alayhisolatu vassalam nima so'rayaptilarki, ya'ni nima ullimta rushda, ya'ni Allohdan olgan ilmingni menga berasan. Ya'ni Musa alayhisolatu vassalam bildilarki, Xidr nima Alloh subhanahu va taoladan olganlar. Ya'ni masdar, ya'ni o'sha olgan joylarni bildilar, kimdan olgan. Mana shunga nima, ya'ni sahobalar, ya'ni tobiinlar sahobalardan olayotganlarda nima so'radilar? Ya'ni bu aytayotgan narsang, ya'ni tobiiy sahobiga aytadi, mana shu aytayotgan narsangni o'zingdan aytyapsan yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitgansan? Mana shunga bizni ulamolar ya'ni nima butun ijmo qildi. Ya'ni nima ijmo bo'lindiki mana shu masalaga. Imom Shofiy rahimahulloh, ya'ni Imom Ar-Roma Hurmuzi, bu odam ya'ni birinchi bo'lib mustalohul hadis, ya'ni hadis ilmida kitob yozganlar, Muhaddisul Fosil degan. Mana shu kitoblarida Roma Hurmuzi kimni qavlarini olib keladilar? Imom Shofiy rahimahullohning qavlarini olib kelib, Shofiy rahimahulloh aytadilarki, ya'ni kim Ibrohim Yazid an-Naxai va Muhammad ibn Sirin va Muhammad ibn Sirinni qavlarini olib keladilar. O'shalarni qavlarini olib kelib aytadilarki, Ibrohim Yazid Naxai bular tobiiy, Muhammad ibn Sirin tobiiy. O'shalarni qavlarini olib kelib aytadilarki, o'shalar ya'ni ijmo, butun tobiinlar, tabiiy tobiinlar ijmo qilganki, ya'ni man lam yu'raf bit-talabi la yu'khadhu anhu, ya'ni odam eki, o'sha ustoz eki, agar o'sha talabi ilm bilan ma'ruf bo'lmagan bo'lsa, undan ilm ololmaydi. Ilm olinmaydi. Ilm olinmaydi u odamdan. Ilm olinmaydi. Kimdan? O'sha eki odam eki talabi ilm bilan ma'ruf bo'lmagan bo'lsa, talabi ilm bilan ma'ruf bo'lmagan. Bu ma'nosi nima? Ya'ni uni ulamolar tanimaydi. Ahli sunna ulamolari, talabiylar u odamni tanimaydi. Ya'ni tanimaydigan bo'lsa, majhul bo'lsa, unaqa odamdan ilm olinmaydi dedilar. Shofiy rahimahulloh bu odam 204-yilda nima vafot qilgan? 204-yilda vafot qilgan odam nima aytadilar? Ma wajadtu lahuma min mukhalifin. Men shularga bir muxolif topganim yo'q. Ya'ni
204-yilgacha butun ulamolar, butun ahli sunna olimlari mana shu qavlda bo'lganki, odamiki talaba ilmlar ma'ruf bo'lmagan bo'lsa, olimlar uni tanimaydigan bo'lsa, talaba ilm tulloblar, talaba ilmlar uni tanimaydigan bo'lsa, u odamdan ilm olinmaydi. Deb masalan nima mana shu gap ma'ruf bo'lgan Imom Shofiy rahimahulloh, ya'ni ijmo. Ya'ni 200-400 yil, ya'ni sahobalar, tobiinlar, tabi'ut tobiinlar, atbo'y tobiinlar hammasi mana shu aqidada, mana shu manhajda bo'lgan. Ya'ni odamdan nima birinchidan bo'lib masalan nima uni haqqi botil emas. So'raydiki, sen kimsan? Ya'ni sen kimsan? U seni ismingiz, seni otangni emas. Sen kimdan ilm olding? Kimdan olding? Shayxlaringni bizga aytgin. Shayxlaringni aytgin bizga. Ha, ulamolar masalan ma'ruf mana shu zamonda bo'lgan ulamolar. Ha? Mana shu masalan nima? Bu mana shu zamonda bo'lgan ulamolar, ya'ni Shayx Ibn Baz, Shayx Albani, Shayx Ibn Taymiy, Shayx Muqbil, Shayx Rabi', Shayx Solih Fawzan, Shayx Solih, Shayx Abdul Muhsin Abbad, mana shularni masalan nima? Mana shularni bizga aytdingki, o'shalardan ilm oldingmi, olmadingmi? Ulamolardan. Ha? Ya'ni o'shalardan olmagan bo'lsa, unaqa odamdan nima bunaqangi fatvo, ilm, odamlardan nima ilm olinmaydi. Ilm olinmaydi. Bu narsa, ya'ni bunga agar gapiradigan bo'lsak, ya'ni ko'p gapirdik bu narsaga, ya'ni qancha gapirsak, haqiqatda bu nima oz. Lekin ya'ni o'shanga xulosa ko'rdingizmi? Ya'ni bu ulamolarning tariqasini endi boshqa tariqa, men unday nima aytadi? Men kitobdan o'zim olaman, men o'zim bilaman. Bu faylasuflarning tariqasi. Zahabiy rahimahulloh bir Ibn Rizvon degan bir faylasufni tarjima Zahabiy nima kitoblari bor kishida Siyaru A'lamun Nubala degan kitoblarida o'sha Ibn Rizvon degan bir faylasuf ya'ni nima o'sha ahli kalom, o'sha odamlar ya'ni tamoman masalan ahli sunnaga xilof, muxoliflardan, ahli bid'atdan o'shalarni bir tarjimasini olib kelib aytadiki, bu nima aytadi? Bu odam ilmni nima mashoyixlardan, ulamolardan olmasdan ilmni nima kitoblardan olgan. Ilmni o'zicha olgan, ya'ni bundan oladi. Ya'ni ko'rdingizmi? Bu faylasuflar, bu ahli bid'aning tariqasi. Ammo ahli sunna tariqasi mana Imom Shofiyning nima bilindi. O'shanga bugungi mana bunday o'zicha masalan internetlariga, mavqelarga kirishlik bu juda xatar narsa. O'sha birodarlar bilishlik kerakki, bu seni ko'zing, qulog'ing seniki emas. Bu amonat. Bu Alloh senga subhanahu va taolo bergan. Ya'ni bir narsa masalan hozir bir birodar kelib sizni oldingizga mashinasini qo'ysa, xolos meniki deb nima qilmaysiz-ku? Bunga nima ahamiyat berishlik, buni nima qilishlik kerak? Ya'ni amonatga nima ehtimom berishlik kerak. Buni agar nima qilsa, auzu billah nima alomati nifoq bo'lib qoladi. Ya'ni ana o'shanga ham nima quloq va ko'z nima ekan? Bu Allohdan berilgan amonat. Buni har joyga odam qo'ymaydi. Har joydan odam quloq ya'ni narsa eshitmaydi. Har joyga qaramaydi. Ya'ni bu faqat nima o'sha sahobalar tariqi islomda bo'lgan o'sha nima tariqada odam bo'lishlik kerak. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا